Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yumshoqqina va mazali belyashi, ya'ni paramach tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 200 ml iliq suv, iliqdan issiqroq bo'lishi kerak, 1 qoshiq dro'ja, 1 qoshiqcha tuz, 1 qoshiq shakar, bitta tuxum, 2 qoshiq o'simlik yog'i va un kerak bo'ladi. Idishimizga suvni, tuz, shakar, tuxum, o'simlik yog'i va drojani solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin unimizni elab solamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz qattiqroq bo'lgani yaxshi. Yetiltirishga qo'yganimizga ancha yumshaydi. Mana xamir qorib oldik. Ko'rib turganingizdek qattiqroq xamir. Endi ustini ozgina yog'lab, issiqroq joyga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Endi bu yoqda ichiga solinadigan qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 200 gram qiyma, 1 dona piyoz va ziravorlar kerak bo'ladi. Qiymamiz ustiga piyozimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz, tuz va ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ziravorlardan zira va qora murch ishlatdim. Qiymamiz ko'rib turganingizdek mana shunday yaxshilab urib pishitamiz va ustini yopib chetga olib qo'yamiz. Oradan 1 soat vaqt o'tdi. Bu yoqda xamirimiz ham ko'tarildi. Mana ko'rib turganingizdek xamirimiz 2 barobar ko'tarildi. Endi stolimizga ozroq un sepib, xamirimizni olamiz va o'zimizga kerakli kattalikda bo'lakchalarga bo'lib olamiz. Bo'lingan bo'laklarni dumaloqlab olamiz. Mana hammasini dumaloqlab oldik. Endi 10 minutga ustini yopib, dam oldirishga qo'yib qo'yamiz. Shunda yaxshi yoyiladi. Agarda dam oldirmasdan yoyilsak, joyiga qaytaveradi, ya'ni yoyilmaydi yaxshi. Mana stolimizga un sepib, sekin yoyishni boshlaymiz. Unlab yoyganimiz yaxshi, yog'lab yoygandan ko'ra yog'lab yoysak yaxshi yopishmaydi bir-biriga. Yoyayotganimizda atrofini yoyamiz, o'rtasi ozgina qalin qolishi kerak. Chetlarini yoyib chiqamiz va 1 qoshiqchadan qiyma solib tugishni boshlaymiz. Tugatganimizda ko'rsatkich barmog'imiz ichkarida va bosh barmog'imiz tashqarida bo'ladi. Ikkinchi qo'limiz bilan mana shunday burmalar shakliga keltiramiz. Uni ko'pchiligimiz bilamiz. Mana tugib oldik. Un bilan to'ksak mana shunday skladkalari chiroyli chiqadi va ochilib ketmaydi. Mana yana ko'rsataman. O'rtasini ko'p yoyib yubormaymiz. Faqat chetlarini bosib yoyamiz. O'rtasi ozgina qalin qolgani yaxshi. Shunda bir xil bo'ladi hamma joyi. Qiyma solib tugamiz. Shu xamirdan o'rtacha 13-15 dona belyashi chiqadi. Yana kattaligiga qarab. Mana tugib oldik hammasini. Endi tugilgan belyashlarni ustini yopib 10 minut tindirishga olib qo'yamiz. Keyin mana 10 minutdan keyin yog'imiz o'rtacha qizigan bo'lishi kerak. Solganimiz bilan qizarib ketmasin. Teskarisini qilib solamiz yog'ga. Ochiq tomoni birinchi yog'ga qarab turish kerak. Mana yog'ga qarab soldik. Ya'ni og'zi pastga qarab turish kerak. Mana 3 minut, 4 minut turish kerak. Keyin mana teskarisini o'giramiz. Teskarisini o'girganimizdan keyin bu yog'ini ham 3 minut, 4 minut pishiramiz. Shu 3 minut, 4 minut pishirish davomida og'zidan qoshiq yordamida yog' qo'yib turamiz.
Mana ko'rib turibsiz videoda hammasiga qo'yamiz. Shunda ichlari ham yaxshi pishadi. Mana hammasini yaxshilab pishirib oldik. Endi qog'oz salfetkalarga teskarisini o'girib qo'yamiz. Ichidagi ortiqcha yog'lari oqib chiqadi. Hammasini shunday qilib pishirib olamiz. Mana azizlar, mazali va to'yimli bilyashlarimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Juda ham yumshoq va to'yimli bilyashlar chiqadi. Hammaga birdek yoqadi. Mana xamirlari ham juda ham yumshoq. Pishirayotganimizda albatta yog'imizni qiziganlikka e'tibor qilishimiz kerak. Shunda ichlari ham yaxshi pishadi. Ko'p qizib ketmasin yog'imiz. Ko'p sovuq ham bo'lmasin. Agar ko'p sovuq bo'lsa, ovqatimiz yog'ni o'ziga shimib oladi. Agar ko'p qizib ketgan bo'lsa, tezda yuzlari qizaradi, ichlari pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'rtacha qizigan bo'lishi kerak. Mana ichlari ham ko'rib turibsiz, yaxshi pishgan. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolargacha sog' omon bo'ling.